Savol: uy sharoitida daraxt ko'chatlarini yetishtiraman. Bu o'zini o'zi band qilish hisoblanadimi? Javob: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PF 81 sonli ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining 14-bandiga asosan 2024-yil 1-yanvardan boshlab uy sharoitida yoki kasanachilik asosida daraxt va buta ko'chatlarini nihol yetishtirish faoliyati o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi PQ 4742 sonli qarori bilan tasdiqlangan faoliyat turlari ro'yxatida gullar va dekorativ daraxtlar yetishtirish va sotish hamda uy sharoitida issiqxona mahsulotlarini yetishtirish kabi bandlik turlari kiritilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hujjatga o'zgartirish kiritilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-avgustdagi PQ 366 sonli qarorida uy sharoitida pilla yetishtirish, shaxsiy tomorqa yer uchastkasida tut mevasi, niholi va ko'chatini yetishtirish faoliyati o'zini o'zi band qilish shakli sifatida ko'rsatilgan.